Ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan voqea hodisalarning sharhi bilan dasturni hamkasbim Mashhura Fayzullayeva davom ettiradi. Samarqandda katta miqdorda elektr energiyasini noqonuniy ishlatgan mayning firma aniqlanganligi jamoatchilik e'tiborini tortdi. Bu holat oddiy jinoyat sifatida qaralishi mumkin, ammo aslida u tizimli muammolarni ochib bermoqda. Savol tug'iladi: nega bunday faoliyat uzoq vaqt davomida sezilmaydi? Axir mayning qurilmalari katta hajmda elektr iste'mol qiladi, demak, nazorat mexanizmlari yetarli darajada samarali ishlamayapti yoki monitoring tizimida jiddiy bo'shliqlar mavjud. Elektr resurslarini talon-toroj qilinishi faqat davlatga zarar yetkazmaydi. Bu yo'qotishlar oxir-oqibat oddiy fuqarolar zimmasiga tushadi. Tariflar oshadi, tarmoqlarda uzilishlar ko'payadi. Xulosa shuki, muammo faqat jazoda emas, eng muhim masala bunday holatlarning oldini olish, ya'ni shaffof va kuchli nazorat tizimini yaratishdir. Bugungi kunda 9 etajli dom qurilganini hech kim bilmaydi. O'sha inspeksiya ham qurib bo'lib, tomi yopilgandan keyin inspeksiya xabari kelib qoldi. Nima uy buzib tashlaymizmi? Noqonuniy qurilishlar mavzusi jamiyatda tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Eng achinarli jihati shundaki, ko'pincha muammo qurilish yakunlangandan keyin aniqlanadi. Bu esa fuqarolarni juda murakkab holatga soladi. Uy quriladi, katta mablag' sarflanadi, ammo keyinchalik u noqonuniy deb topiladi. Buzish yoki jarima xavfi yuzaga keladi. Asosiy muammo nazoratning kechikishida. Agar tekshiruvlar qurilish borasida va jarayon davomida qat'iy olib borilsa, bunday vaziyatlarning oldini olish mumkin bo'ladi. Adolat faqat jazo emas, u avvalo o'z vaqtida va to'g'ri nazoratda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarga ko'ra, Bo'stonliq tumanidagi mehmonxonalardan birida qo'riqchi lavozimida ishlovchi 1993-yilda tug'ilgan shaxs mushuklarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lib, ularni azoblab o'ldirgan. Hodisa tungi soat 22:57 atrofida, taxminan dekabr oyida sodir bo'lgan. Qo'riqchilik lavozimi xavfsizlikni ta'minlash uchun beriladi, jonivorlarga zulm qilish uchun emas. Bunday shafqatsizlik nafaqat jonivor uchun, balki jamiyat uchun ogohlantiruvchi signaldir. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan xavfsizlik va tegishli organlardan ushbu holatga jiddiy e'tibor qaratib, qonuniy choralar ko'rilishi talab qilinmoqda. Dasturimizning so'nggi sahifasida dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar va yangiliklar haqida bilib olasiz. Britaniya politsiyasi London shimolida Yahudiy ko'ngilli qutqaruv tashkilotiga tegishli bir necha tez yordam mashinalari yoqib yuborilgan antisemitizm hujumi ortidan 2 kishi hibsga olindi. Politsiya bergan bayonotida aytilishicha, 47 va 45 yoshli Britaniya fuqarolari hayotga xavf tug'dirish maqsadida o't qo'yishda gumon qilinib, poytaxtning 2 ta alohida manzilda hibsga olingan. Ular hozirda London politsiya bo'limida hibsda saqlanmoqda va zobitlar 2 mulkni tintuv qilmoqda deya qo'shimcha qilingan bayonotda. Turkiyada narkotik moddalar bilan bog'liq tergov doirasida mashhur aktrisa Hande Erchelga nisbatan hibsga olish orderi berildi. Ma'lumotlarga ko'ra, jami 16 nafar shaxsni qo'lga olish uchun order chiqarilgan bo'lib, ularning 14 nafari allaqachon ushlangan. Aktrisa xorijda bo'lganligi sababli hozircha qo'lga olinmagan. U o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'ida ta'limi sababli bir oydan buyon xorijda ekani, masalaga oydinlik kiritish uchun mamlakatiga qaytib, barcha zarur tushuntirishlar va ko'rsatma berishga tayyor ekanini aytgan. Holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Yilning eng yaxshi yovvoyi tabiat fotografi 2026 tanlovi natijalariga ko'ra 5 ta surat xalq tanlovi yo'nalishida g'olib chiqdi. Iberiya slosini avstraliyalik fotograf Jose Stefan tomonidan ov jarayonida muhrlangan. Qolaversa, 3 ta bolasi bilan uxlayotgan ona ayiq va jangdan so'ng raqibining boshini ko'tarib ketayotgan Sika kiyigi suratlari ham odamlarning mehrini qozongan. Barcha 5 ta rasm Londondagi Tabiat tarixi muzeyida 2026-yil 12-iyulgacha namoyish etiladi. Dasturimiz orqali sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.